Ko'pchilik erinadida nima o'qiydi? Yoki tez o'qiysiz keladi, chuchman o'qiydi. Ya'ni o'qiydi, noto'g'ri shu. U qulog'ingizdan kirmaydi u. Siz ham ichkaridan o'qiganingizdan, ham mushafga qarab ko'rganingizdan, ham eshitganingizdan yodlasangiz, 3 tomonlama keladi ma'lumot. Shunda yaxshi bo'ladi. Keyin ba'zi odam eshitib yaxshi yodlaydi. Eshitib yaxshi yodlaydigan odam xususan o'zining qiroatini o'zi eshitish kerak. Undan keyin o'zingizni qiroatingizni eshitishda o'zi kifoya emas. Xotiraning qoidasi xususiyati shuki, mana masalan hozir siz ko'zingizning oldidan bir narsa shu o'tib ketsa, esda qoladimi? Qolmaydi. Lekin sekin o'tsa suratga olasiz. To'g'rimi? Eshitayotganda ham shu. Birov sizga tez gapirib borsa, nima dedingiz deysiz. To'g'rimi? Lekin sekin dona-dona gapirsa, u qoladi. O'qiyotganda ravon, harflar qancha tiniq bo'lsa, yodlanish shuncha oson bo'ladi.